Albatta bo'ladi. Ayniqsa yosh bolalarda. Mana shu bola 4 yashar. Buni turgan holda qilingan rentgen. Lekin hozir shuni yotgan holda qilganimizda bu narsa tekislanadi. Chunki bu yoqda suyakda o'zgarish yo'q. Bu yoqda mushakni hisobiga o'zgarish bo'lyapti bu yerda. Mana kecha bizada bitta bolada rentgen qilganimizda bola 1 yashar bola. Bunda kuchli S-образный skolioz. Nimaga? Chunki tug'ma nuqson bor u bolada. Polupozvanok deymiz. Mana bitta mana shunaqa mana bu yerdagi mana pozvanok yarmisi bor. Mana bunda ko'rinadi. Shuni hisobiga juda ham kuchli ketgan. Bu endi bu holatda faqat operatsiya bo'yicha davolatish mumkin. Chunki bu yoqda suyakda o'zgarish bo'lgan. Mana 4 yasharli bolalar biza hozir qanaqa davolatyapmiz? Biza hamma yaxshi uslublarni bittaga yig'ganmiz. Nima degani? Birinchidan albatta massaj. Massaj bizga kerak, chunki mushak noto'g'ri ishlagandan keyin bu mushakni to'g'ri ishlashga, harakatlanishga massaj qilamiz.